Covid kasali pandemiya bo'lib o'tdi. Olinishda 75% osteoporoz, osteoartroz bilan og'ridi. Og'riq o'tmasimdan oldin 3-6 oy davomida ichgan. Oyog'i og'riganda, beli og'riganda yoki grisha bo'lib qoldimmi, bo'yim o'smay qoldi, immunitetim past. Nima aytmoqchi bo'lganim, mana Covid kasali pandemiya bo'lib o'tdi. Pandemiyadan keyin og'rigan aholini ichida eksperimentlarni biz internetlardan kirib o'qiyapmiz. Mana shunda ko'rsatyapti. Covid bilan og'rigan aholini ichida 75% osteoporoz, osteoartroz bilan og'ridi. Sabab o'sha qilish vaqtida endi biz biomexanizm bilamiz. Dexametazonda albatta distressga profilaktik maqsadga qilish vaqtida bu ko'proq suyaklarga osteoporozga olib kelib qo'ydi. Hozir ayollarimizda, erkaklarimizda og'rib o'tgan har bitta insonda osteoporoz bilan og'ridi bular albatta. Men demoqchimanki, mana shu sink, kalsiy, D3laring osteoporozni profilaktikasi juda ham. Chunki men buni Covid bilan og'rib o'tmasimdan oldin 3-6 oy davomida ichganman. Chunki organizm shunday kasallikka tayyor bo'lib kirganki, hamma strukturam to'la to'kis. Olayotgan doridan qilgan ta'sirlar, dexametazonning pobochkalar menga deyarli ta'sir qilmadi. Men o'shancha aytamanki, hammaga buni o'sha oyog'i og'riganda, beli og'riganda yoki grisha bo'lib qoldimmi, bo'yim o'smay qoldi, immunitetim past deganda ichish kerak emas. Buni dastlab ichish kerak. Shu kasallik kelib chiqmasdan oldin profilaktik maqsadida organizmning zaxirasini to'ldirish maqsadida ichish kerak. Chunki agar o'sha organizmda shu zaxiralarimiz, sink, kalsiy, D3lar yetarli bo'lsa, sink o'zi immunitetimiz, sochimizni yaltirashi, tirnog'imizni chiroyliligi, suyagimizni mustahkamligi, immunitetimizni tortadi. Kalsiy modda almashinuvlar natijasida ayollarda osteoporoz kasalligining oldini oladi. Endi bitta narsani o'zim soham sifatida aytib o'tamanki, menstruatsiya sikli bo'lgan vaqtda organizmda ishlab chiqayotgan estrogenlar miqdori ayollar organizmidagi kalsiyni tortib olib, suyaklarga joylab beradi. Bizda qizlarda sikl buzilish, ayollarimizda men qondan vaqtli qoldim deyish fikrlar bu noto'g'ri narsa. O'sha tuxum hujayralarida ishladi qon aylanishni yaxshilamaslik natijasida, estrogen gormonlari kamayib ketish natijasida ayollarimizda ajinlar, soch to'kilishlar, erta qarishlar, oyoq og'rishlar, figurani buzilishlariga olib keladi. O'shaning uchun sizlarda dorilaringga ta'zim. Bu tabiiy. Buni reklamasiga hojat ham o'zi asli yo'q. Agar uni ichida instruksiyalar o'qisa, bu dorilar haqiqatan tabiiy, organizmga yengil singuvchi, effekti to'la to'kis.